Yorug' yuzli aybdor. Hikoya. Aziz tinglovchi, hikoya keng tarqalishi uchun iltimos like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Bahorning ilk kunlari. Nafisa tongda erinibgina uyqudan ko'z ochdi-da, deraza oldiga borib tabaqani ochib yubordi. Quyosh charaqlab turgan bo'lsa-da, bahorning injiq ob-havosiga ishonch yo'q. Nafisa bir muddat chor atrofga qarab, tabiatning mohir san'atini tomoshasida turib qoldi. Eri onasini ko'rgani qishloqqa ketgandi. Erta-indin qaytsa kerak. Ishga borish kerak. Xayoliga kelgan fikrdan sergak tortib, o'rin-joylarini tartibga keltirishga tushdi. Bir piyola qahva bilan nonushta qilgan bo'ldi-yu, tezgina kiyinib ishga yo'l oldi. Ishxonasida kecha bitmay qolgan ishlarini bugunga saromjamlashni astoydil niyat qilib yo'lga tushgan Nafisa ko'chadagi shaffof havo, ruhni yayratuvchi manzaradan allaqanday yoqimli his tuydi. Tunda g'uborlarni yuvib o'tgan yomg'irdan so'ng subhidan havosi dilga huzur bag'ishlaydi. Huzur baxsh havodan simirgancha bekatgacha piyoda yurib borishni o'ylab ketayotgan Nafisaning avtobusi uzoqdan nishona berib qoldi. Musaffo tabiat qo'ynida ohista sayr qilib ketish zavqidan mahrum bo'lgan Nafisa bekat tomonga qarab chopib ketdi. Tiqilinch, tirband avtobusning bo'g'iq havosi uni odatdagidek mahzun xayollar sari yetakladi. Bir necha yildirki, mazmunsiz, rangsiz va g'urbat kunlariga mana shunday oddiylik o'rnashib olgan. Nafisa ko'chada yurishni, jamoat transportlarida yurishni xushlamaydi. Ayniqsa ko'cha. Yo transportda bola yetaklaganlar, homilador ayollarga ko'zi tushsa, yurak bag'ri ezilib ketadi. Yo'lovchilar yosh bolali yoki homilador ayollarga ehtirom bilan joy berishsa, Nafisaning yuragiga og'riq botadi. Hatto shunday holatlarga guvoh bo'lganida ko'zlaridan tirqirab yosh chiqib ketgan paytlar ham bo'lgan. Taqdirim buncha murakkab ekan. O'ksinadi Nafisa. Ammo o'ksinish, siqilish, tushkunlikka tushishdan kim naf topibdiki endi u topsa. Biz yaratgannikimiz. U istagan taqdirga munosibmiz. Menga o'zing sabr ber, ey Xudojon. Nafisa shu o'yda avtobus oynasidan uzoqlarga nigoh tashlagancha xayol ummoniga g'arq bo'ldi. Farzand ota-onani aybdor qilishga haqli emas. Ota-ona yurak bag'ridan bunyod bo'lgan farzandiga yomonlik istamaydi. Lekin ba'zida farzandiga haddan tashqari yaxshilik ilingan ota-onaning xohishi o'ziga ham, farzandiga ham qimmatga tushadi. Nafisaning qismati ham shunday bo'ldi. Endigina maktabni tamomlab oliy o'quv yurti talabasi bo'lgan Nafisa hamma qizlar qatori sovchilar hujumiga yo'liqdi. Ko'zga yaqin, ayni balog'atga yetib, bir husniga ming husn qo'shilgan qizining xaridorlari ostonani buzayotganidan gangib qolgan ota-ona qizlariga sovchilarning qay biri munosibligini bilolmay hayron qolishdi. Shunday paytlarda shaharda do'konlari, restoran, kafelari bilan dong chiqargan mujik biznes ledi ayolning nazari Nafisaga tushib qoldi. Har gal sovchilikka kelganida o'g'lining oliy ma'lumotli ekanini, poytaxtdagi nufuzli oliy o'quv yurtini tamomlab, ayni paytda onasining firmasida savdo ishlarini yuritayotgani haqida maqtanib gapiradigan boy xotin Nafisalarning oilasi haqida odamlarning tagli-tugli, o'ziga to'q xonadon degan tasnifini boy badavlat, puldor oila deb tushungan ekan chog'i qiz tomonni shoshirib, apil-tapil non sindirib, hali Nafisaning uyidagilari nimalar bo'layotganiga anglab yetib yetmay to'y taraddudiga tushdi. Bundoq surishtirmadinglar ham, dedi Nafisaning katta amakisi ukasidan yozg'irib. Qizing endi o'qishga kirdi. Buning ustiga kontraktda o'qityapsan. Yoshgina talaba qizni uzatishga buncha shoshilmasang.
shifokorlar oilasi ekan. O'g'li farmatsevt, qudag'ay ayol doktori ekan. Do'konlari bor, restoran, qahvaxonalari bor. Qizimizni bersak shunday xonadonga beramiz-da. O'qimishli kishilar bilan quda anda tutinyapmiz aka. Nafisaning dadasi akasiga mamnun javob qildi. Ishqilib jiyanim baxtli bo'lsin, boshqasi bekor. Bilasan Nafisa qizingga mehrim bo'lakcha. Menga uning baxti muhim. Qunda andalarning puli-yu davlati emas. Amakisi o'shanda nimadandir xavotirlangan ekan-u, baribir Nafisaning ota-onasiga ishonib, indamay qo'ya qolgan ekanda. Nafisa amakisining xavotiri bejizga emasligini to'ydan keyin payqadi. Yuz ochirda kelinning sepi ozligini ko'rib, qaynonasi uvvos tortib yubordi. Bunchalik qashshoq odamlar bilan quda anda tutunaman deb o'ylamagandim. Qiziga bundoq mebel ham qilishmadi-ya. Mebelni qo'ya turing, tuzukroq sarpo ham qilishmabdi. Bolaginam kuyov bo'lib orzu havas ko'rmadi. Bu deydiyolar keyinchalik qaynonaning har kuni tongdan shomgacha kuylanadigan madhiyasiga aylanib qoldi. Nafisa ta'na dashnomlarga indamay qarab turaverar, qaynonasining buyruqlarini indamay bajaradigan robotdek edi go'yo. Nafisaga baxt go'shasi bo'lishi kerak bo'lgan xonadon yolg'onlar uyasi ekan. Ayajon, kuyovingiz hech qayerda o'qimagan ekan. Tibbiyot texnikumining farmatsevtika bo'limida 1 yil o'qib, keyingi yili darslarga qatnasha olmagani uchun o'qishdan haydalgan ekan. Nafisa kuyovi haqidagi haqiqatdan xabar topib, onasiga zorlanib yig'ladi. Taqdiringga shu bitilgan ekan bolam. Nima ham qilarding? O'qimagan bo'lsa ham tagida mashinasi bor. Cho'ntagida puli, uy-joydan kami yo'q. Onasi Nafisani ovutib tanbeh bergan bo'ldi. Ma'lumotda tayinli kasb-kori bo'lmasa, boyligi omonatda. Qaynonam ham ikki gapning birida sizlarni men boqyapman deb minnat qilishdan tinmaydilar. Men o'qishdan keyin ishga kirmoqchiman, aya. To'g'ri. Talaba boshimga ishlaganim bilan dunyoning pulini topmayman. Lekin hech qursa kundalik ehtiyojimga o'zim yarasam deyman. Nasiba opa qizining g'amgin nigohiga qarab ezilib ketdi. Boyaqish qizim-a. Badavlat xonadonga uzatsam, qizim qiynalmaydi. To'kin, badastir yashaydi deb seni ne ko'ylarga soldik-a? Aya, Oyjon to'yda qarzga botib qolibdilar. Keyingi yili kontraktingizni dadangiz to'lasin. Men sizni yedirib ichirayinmi yo o'qishingizga pul to'layinmi deyaptilar hozirdan. Ish topmasam bo'lmaydiganga o'xshaydi. Nafisa bir dardini onasiga aytsa, 100 tasini ichiga yutardi. Kelin bo'lganiga yarim yil bo'lmay, qaynonasi uni farzand ko'rmayotganlikda aybladi. O'z bilganicha allaqanday ukollarni Nafisaga o'tkaza boshladi. Betob bo'lib, holdan toygan Nafisa tibbiy ko'rikdan o'tgan edi. Tashxislar, noto'g'ri muolaja ta'siri xastalanish ekanini dalolat qildi. Qaynonangizning nima haqqi borki, shifokor ko'rsatmassiz sizga har xil ukollarni o'tkazsa? Uning esi joyidami o'zi? Agar shu ukoldan yana bitta yuborganda, siz oyoq qo'ldan qolib, falaj bo'lib qolishingiz mumkin edi. Hozir qaynonangiz sizga ukol qilganini tasdiqlab, yozma ravishda tasdiqlasangiz, biz uni tegishli idoralarga ma'lum qilamiz. Nafisa shifokorning gaplaridan qo'rqib ketdi. Bo'lishi mumkin emas. Axir Oyjonni o'zlari ham doktor-ku. Chaynaldi Nafisa. Shifokor ayolning ensasi qotdi. Bor yo'g'i hamshira. Bolalar kasalxonasida bir paytlari hamshiralik qilganda o'sha Oyjoningiz. Borib meni aytganimni yetkazing. Baribir uni bu qilmishini shunday qoldira olmayman. Sizga noto'g'ri muolaja,
keraksiz ukol qilingan. Keyin shifokor ovozini pastlab, afsuslangandek boshini quyi soldi. Bilasizmi singlim, qaynonangizning bu qilmishi oqibatida butun umr farzand ko'rolmasligingizni mumkin. Garchi past tovushda gapirgan bo'lsa-da, shifokorning keskin so'zlari Nafisani esankiratib qo'ydi. Shunda ham qaynonasiga doktor shunaqa dedi. Siz menga noto'g'ri ukol o'tkazgan ekansiz demadi. Ayta olmadi. Qaynonasining ta'na ma'lumotlarini ko'tarib yuraverdi. Ishga joylashdi. Dunyoning bor yo'g'ini faqat moddiyatda ko'radigan, pul desa o'zini tomdan tashlashga ham tayyor turadigan qaynonasi, sizni kelin qilayotganimda qarzga botganman. Ota-onangiz to'yga aytarli narsa qilishmadi. Hamma og'irlik o'zimga tushdi deb Nafisaning maoshini tiyin-tiyinigacha olib qo'yadigan bo'ldi. Bu arada qaynonasining ishlari chappasiga ketib, do'konlarini sotib, Nafisaning kuyovi ishsiz qolib ketdi. Yuring, men bilan birga ishlaysiz. Sizga o'zim ish o'rgataman. Nafisa kun bo'yi uyda bekor o'tiradigan erining yurishidan hijolat chekib, o'zi ishlayotgan telestudiyaga ishga joylashtirdi. Pul sanashdan boshqasini eplolmaydigan eriga 2 oyda tasvirga tushirish va montaj ishlarini o'rgatdi. Qaynonasi shunda ham tinchimadi. O'g'li bilan Nafisani qishloqqa, birinchi eri, ya'ni Nafisaning haqiqiy qaynotasinikiga jo'natib yubordi. Ota bo'lib o'g'liga uy-joy qilib bersin, kuniga yarasin. O'g'lini men uylantirdim. Endi uy-joyini otasi qilib bersin. Qaynona xonimning yana bir bahonalari shu bo'ldi. Nafisa qishloqda yashab yurganida qo'ni-qo'shnilardan qaynonasining qilg'iliklaridan xabar topib, taqdiridan o'kinib ketdi. Boylik, pul topaman deb shiringina turmushini boy berdi qaynonangiz, dedi qaynonasining ovsini Zebo opa. Mullakamning bir o'rtoqlari bilan xorijdan mol olib kelgani qatnab, o'sha yoqlarda o'ynashib yurar ekan. Bu gaplar quloqdan quloqqa yetib, mullakamga ham yetib kelibdi. Gapni ko'paytirmay ajrashib qo'ya qolgandilar. Eng og'iri, mullakam ayol zotidan juda qattiq og'ringanlaridan qaynonangizdan keyin uylanmadilar. Endi bu gaplarni Nafisaga keragi ham, ahamiyati ham yo'q edi. Boshida bundoq so'rab surishtirmabmiz ham aya, dedi Nafisa onasiga o'ksinib. Siz ham bu xotin nega 4 ta bola bilan eridan ajrashgan? Yana 3 tasi qiz ekan. 3 ta qizi bor ota ham hechdan hech xotin qo'yadimi deb o'ylamabsiz? Endi bunaqa dod voylarga kech bo'ldi. Biz yutqazdik ayajon. Shuncha aldanganimizga yarasha Xudo menga birgina tirnoq bersa bo'lardi. Yutqiziqlar ustida qurilgan omonat hayotimga mazmun oralardi oyijon. Nafisaning onasi bilan bo'lgan shu suhbatiga ham 7 yil bo'libdi. Bu arada qaynonasining zo'g'imlaridan qochib eri bilan poytaxtga ko'chib kelishdi. Eri xususiy firma ochib, unda tasvirga tushirish va fotografiya xizmatini yo'lga qo'yishdi. Umuman olganda turmushlari avvalgidan bir muncha yaxshiroq. Faqat farzand ko'ra olmayotgani xotirjam hayotini kemtik qilib turibdi. Nafisa kunu tun Allohdan turmushidagi shu bo'shliqni ham to'ldirishini astoydil o'tinib so'raydi. Ishxonasi yaqinidagi bekatda tushib qolgan Nafisaning ko'z oldi qorong'ulashib, behuzur bo'ldi. Bahor faslidagi odatiy lanchlikda hozir ishxonaga borib bir piyola qahva ichib olsam o'tib ketadi. Shu o'yda bir amallab tashkilot eshigidan ichkariga kirgan Nafisaning boshi aylanib, oyog'i yerdan uzilganini bilmay qoldi. Yaxshiyam farosh ayol Manzura opa o'sha atrofda ekan. Yugurib kelgancha Nafisani suyab qoldi. Tinchlikmi Nafisaxon? Rangingiz bir ahvolda, nima bo'ldi? Nafisa hijolatlangan ko'yi farosh ayolga minnatdorchilik bildirdi. Tinchlik opa.
Rahmat sizga. Qon bosimim tushibdi chog'i. Ertalablari nonushta tortmaydi. Keyingi paytlari hatto ovqat ham yegim kelmaydi. Ishtaham yo'q. Nafisaxon, bu homiladormisiz deyman? To'lishgansiz-u, rangingiz siniqqan. Bu hol odatda homilador ayollarda uchraydi-da. Nafisaning ko'ngli buzilib ketdi. Axir turmush qurganlarga 12 yildan oshdi. Nafisa farzand ko'rishdan butkul umidini uzib bo'lgan. Hatto bola asrab olish harakatida yuribdi. Qolaversa yangi kelinlik paytida qaynonasi o'tkazgan ukol haqida shifokor aytgan gaplar. Yo'q, unday bo'lishi mumkin emas. U farzandli bo'la olmaydi. Nafisa o'ziga savolchan tikilayotgan ayoldan ko'zlarini olib qochdi. Yo'q opa, nega unaqa deysiz? Nima debman aylanay? Noumid bo'lmang-da. Bugunoq shifokor ko'rigiga boring. Ko'nglim sezyapti, siz aniq homiladorsiz. Nafisa javob o'rniga ho'ngrab yig'lagancha xonasi tomonga yurib ketdi. Bir hafta davomida behol, lanch yurgan Nafisa axiyri yotib qoldi. Xotinining rangi ro'yidan qo'rqib ketgan Komiljon uyga doktor boshlab keldi. Nafisaning tomirini ushlab ko'rib, qon bosimini tekshirgan shifokor nimadan shikoyati borligini so'rab, bir-ikki savol berdi-yu, eriga qarab: "Singlimizni ginekolog ko'rigiga olib boring. Ularda homiladorlik alomatlari sezilyapti." Hayratdan qotib qolgan Komiljon bir o'ksib yig'layotgan Nafisaga, bir shifokorga qarab angraygancha turib qoldi. "Ayajon, ayajonim." Xushxabardan garangsirab qolgan Nafisa birinchi bo'lib onasiga qo'ng'iroq qildi-yu, tili gapga kelishmay nuqul ayajonlardi. "Suyunchi bering, ayajon. Meni tabriklang. Ayajonim, hozirgina shifokor ko'rigidan o'tdim. O'ziga yuborishgandi. Men farzand kutyapman, ayajon. Xudo xohlasa, egiz nevarali bo'larkansiz." Nafisa entikib, sevinib gapirar, uning ko'zlaridan tomayotgan shukronalik yoshlariga osmon ham sevinch tomchilari bahor yomg'iri bilan sherik bo'ldi. Tamom. E'tiboringiz uchun rahmat. Ibratli hikoyalar, hayotiy voqealar va kundalik hayotimizda uchraydigan voqealar to'plami faqat bizning kanalda. Ibratli hikoya kanali. Tashrif buyuring va kanalimizga